Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yerlarimizni motokultivatorda haydatib, yerlarni tayyorlab oldik. Mana o'sha ikki qatorimiz Oltinko'ldan olib kelingan malinalarimiz. Malinalarga ishlov berish jarayoni boshlandi. Go'ng tashalganda molni go'ngga, qo'yni go'ngga amofos aralashtirib tashlab motokultivatorda haydadik. Endi bu tomonda mana motokultivatorlarimiz turibdi. Motokultivator bemalol kirib mana haydab chiqyapti. Buni oralig'i 1,5, 1,60, 1,5. Endi malina ekaman deb turganlarga maslahatimiz 1,70 ga ekaveringlar. 1,70, 1,80 ga eksalaringiz qo'torini juda yaxshi bo'ladi. Sababi 3-4 yildan keyin bunaqa bo'lib o'sadi. Bu hozir ko'klamagan holatda, ko'klagan jarayonida yaqinlashib, bu ham yaqinlashib yurish qiyin bo'ladi, terish ham qiyin bo'ladi. Keyin ichida bir harakatlanish ham anchagina qiyin bo'ladi. Manisi 1,60 ga ekilgan o'tgan yilda. Mana bitta qator, bunisi bitta qator. Mana endi bitta qator yetmay qolgan. Nima sababi? Buni ancha yil bo'lgan ekkanimizga orada mana qatorda qaramaganman, o'zim ataylab qaramaganman, sababi chopilmagan edi. Yoniga ko'chat chiqsa bu tomonga ekaman deb. O'tgan yil ham shu tomonga ko'chatlar chiqqan, mana bunga o'xshagan yovvoyilashib bosib, tomir tortib chiqadi. Shularni tizzabo'yi qilib turib, taxminan 2 qarish qilib, qirqib turib, ko'lab olib, mana shu qatorlarni kamchiligiga ekaman. Bu tomonlarga yetmay qolgan. Mana bir dona stolbamiz. Stolba yo'q bo'lsa, bunaqa qoziqchalarni qoqib turib yerga. Buni taxtadan qoqsa ham bo'laveradi, boshlanishiga yo'q bo'lsa. Mana stolbagacha mana shu holatda qilsak bo'ladi. Mana ular endi trosini orasidan chiqarib olib, ashuna qilib tortib chiqqanmiz. Pastroq bo'lsa, bundoqdan qilib birinchi yilga bunday qilinsa, keyingisi endi teparoq qilinaveradi. Aslida o'sha mana shu balandlikda bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Ko'karib chiqqandan keyin ipdan bunday qilib 1,5-2 qarich uzun qilib bunday qilib bo'ylari ipga chuvalashtirib chiqarib yuboraveradi. Mana oddiy holatda mana ham taxta cho'pechada turibdi. Buni ham yaqinda yangilayman. Bu ikkinchi yilga bo'lmaydi bu. Bunaqa boshqa qoqib turib, buni olib tashlayman. Orasiga kirgizib, yaxshilab tortib qo'yaman, turaveradi. Shunaqa mana ayrilik. Shunaqa daraxtlar kesilganda shulardan unumli foydalanib, endi stolba qilganimiz uchun bir nimaga yarab turibdi. Mana shunaqa holat. Ba'zan kabelimiz ketgan tepaga qarab. O yerda bitta katta olcha daraxtimiz bor edi, 2 yil bo'ldi, kesib yubordik. Ding kesib turib, o'rnatib, shunlarni tortib qo'ydik. Amofos sepilgan batga nima qilindi? Endi yana bir qator amofos solib turib, agat olinadi. Shu bilan yerimiz tayyor bo'ladi. Mana endi to'ngagi bor edi, to'ngagi ustiga ko'mir o'tin qilib turib yoqib yo'qotib yubordim. To'ngagida osson tezroq ketkazish sababi sirlari kichkina siri shu. Ko'p yillar davomida turib chopig'ingizga yoki nimaga yo'lagingizga xalaqit qilmaydi. Shunaqa. Mana daraxtni o'stirayotganim sababi bundan ham foydalanamiz malinaga. Bu yil xudo xolasa kuzda kesaman, malinalarga ishlatib yuboraman. Mana shu 2 qatorda olib tashlayman xudo xolasa. 2 qatorni buzamiz, aytga og'il tushiramiz nasib qilsa. Shunga harakat qilyapmiz. Mana kimdir yerdan qizg'anib, har bitta agatga ekib qo'ysa, holat terish jarayonida rosa qiyinchilik bo'ladi. Narxi ham arzon bo'lib ketadi. Narxi arzon bo'lib ketadigan sababi mana 1,60 ga ekilgan. Agar yaqinroq qilib taxminan 1,20 yoki 90 ga ekib qo'yilsa, mana shoxlari bir-biriga chuvalashib ketadi. Birinchi hosilda
shoxlarini qirqib olib tashlash kerak. U jarayon bo'lmaydi unda, qiynalasizlar. Ikkinchi hosil chiqqanda birinchi hosilni barglari mana bunday bo'lib qoladi. Kirganingizda paqirga mana bular bunday uqalanib malinani sifatini buzib qo'yadi. O'rgimchaklar allaqayga boradi. O'rgimchakda o'ra shunaqa nimalari bo'ladi. Mana kengina bemalol ichida